Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Qizlar yaxshimisizlar? Hammalaring, bolalaring yaxshimi? Bosh egalaring hammasi yaxshimi? Qaynotalaring yaxshimi? Hammalaringlar sog' bo'linglar. Men telegramlarda o'qirdim, televizorlarda eshitardim, telegramda ham eshitardim-da, anolarda, YouTube'larda. Ko'zim bilan ko'rmaganman, yonimda ham eshitmagan, faqat shu telegramlarda o'qirdim-da, telefon shunaqa darajaga o'qimasa kerak deb o'ylardim. Mana hozir inobatdoyimda qizi, Zamirni o'g'lichasi 4 yosh, qo'lidan telefon tushmasdi. Boshida nima, chanoq qismida o'simta bor ekan. Boshi nurlanibdi. Hozir 50 ga 50 debdi. Operatsiyani ham qaytardi vrachlar. Dasha Toshkent qaytardi operatsiyani. Samarqand ham qaytardi. Jizzaxku vobshe. Hech qasin bolangni qo'liga telefon berma, yig'lasa ham berma. Urush. Mana ko'zim bilan ko'rdim Zamirni o'g'lini men. Yig'lab, eg'dan beqqa olib chopib yuribdi, hech qayerda davo topolmay yotibdi. Ko'zingni och baring, telefonni bermay hech qaysi. Sotib var, hammasini qo'lida telefon bor bolalaringni. Kuching yetmasa eringga ayt. Umuman bermay hech qaysi. Munojotoyi, siz ham Aslanning qo'lida ko'p telefon bo'ladi, bermang. O'zi bitta o'g'il sizda. Ilohim hech kimga hech narsa qilmasin, lekin bermanglar telefonni. Mana Zamir nima bu yotibdi ana endi. Boshini qayerga urishni bilmay yotibdi shunday hozir.